O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmoniga ko'ra pensiya, nafaqa va stipendiyalar 10% ga oshiriladi. Fuqarolar ogoh bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Ish haqi, pensiya, nafaqa va stipendiyalar 10% ga oshiriladi. Prezidentning budjet tashkilotlari xodimlarining ish haqi, pensiya, nafaqa va stipendiyalarni 10% ga, ya'ni inflyatsiyadan past bo'lmagan darajaga oshirishga doir farmonni imzoladi. Bosh vazir o'rinbosari, iqtisodiyot va moliya vaziri Jamshid Qo'chqorov Qonunchilik palatasidagi hisobotida mazkur hujjat yaqin soatlarda e'lon qilinishini ma'lum qildi, deyiladi xabarda. Bizni kuzatishda davom eting. Kanalimizga obuna bo'lib, podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.